Domstroy do'konimizga kelib, tikurilli emulsiyalarni uyingizda qanaqangi turishini bilib olmoqchi bo'lsangiz, mana doskalarga surtib tayyorlab beryapmiz. Hozir sotuvchi akamiz mahsulot surtyapti ekanlar. Aka, bu qaysi turdan tikurillarni? Bu tikurillarning Yevropa 7 mahsuloti. Asosan zal, koridor, shunaqa xonalar uchun ko'p kirib chiqiladigan. Nimaga? Chunki bu yuvilishi yaxshi, nadejniy, stoyka deydi. Misol, uyingizga mehmon keladi, boshqa narsa bo'ladi. O'shanday holatlarda bemalol devorda ushashgan bolachalar boshqa narsa bo'lsa ham bemalol yuvib, artib tozalashingiz bo'laveradi. Shunchalik mustahkam. Buni surkalishi ham osondir aka, ustokalarga. Surkalishi oson. Bir sloyda, misol mana birinchi sloyda qilingan holatini bemalol mana ikkinchi sloyda yopishlarini mana uzun holatda ko'rishlari mumkin. Yopishlari to'q ranglarda ham umuman palasi iz tashlamaydi. Shunaqa bemalol. Demak, buni hamma xonalarga birdek surkasa bo'laveradi. Xuddi shunday, hamma xonalarga bemalol surkasalar ham bo'laveradi. Aka, mana Farg'ona filialimizga mijozlarimiz kelishyapti. Qalay, farg'onalik hamyurtlarimizga ham yoqyaptimi bu tikurillar mahsulotlari? Farg'onalik hamyurtlarimiz o'zi bizni kutib turish kerak ekan-da, tikurillar kelsa olamiz deb. O'shinga fikrlari zo'r. Asosan ko'proq savdolar yaxshi bo'lyapti. Xudoga shukr, zo'r. Hammasi yaxshi. Mamnun bo'lyapti mijozlarimizga. Ko'plab mana vitrinlarimiz ham bo'shab qolgan, xudo xolasa yangi tovarlarimiz kelsa to'ldirib qo'yiladi yana. Demak, farg'onalik hamyurtlarimizga ham bu tikurilli emulsiyalarimiz yoqyapti ekan. Xudo xolasa hammani Farg'onadagi filialimizga kutib qolamiz va yana bir bor eslatib o'tamiz. Bu tikurilli emulsiyalar bo'yicha biz Vodiydagi yagona dilerimiz. Vodiyda tikurilli emulsiyalarni faqatgina Domstroy do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. Hammani Farg'onadagi filialimizga kutib qolamiz.